Yetmish qadam, 70 iz, 70 mushtarak tilak, 70 armon. Ular haqida ko'pchilik bilmaydi. Ba'zilar bunday fidoilar yashab o'tganini taxmin ham qilib ko'rmaydi. Tarix kitoblaridagina 2 qator joy ajratilib, ularning 70 nafarligi va ular Germaniyadan qaytgach josus deya gumonlanib yo'q qilinganligi haqida quruqqina yozib qo'yilgan. Ammo ular butkul unutilgani yo'q. Oltin zanglamagani singari 70 qora ko'zning qahramonliklari ham osonlikcha unutilmaydi. Javlon Jovliyevning Qo'rqma romani o'tgan asrning 20-yillarida Germaniyada tahsil olgan va sobiq Sovet ittifoqi tomonidan shafqatsizlarcha qatl etilgan millat yigit qizlarning xotirasiga bag'ishlanadi. Asarning o'ziga xosligi shundaki, avvalo yozish uslubi e'tiborni tortadi. Kitobxon romanni o'qirkan bir vaqtning o'zida ikki davr kechishmalari, voqealari, qahramonlari bilan to'qnashadi. U davrdan bu davrga sakrab yuradi. Ammo bu sakrash o'quvchiga hech qanday noqulaylik tug'dirmaydi. Aksincha, orag'ida 100 yillik farq bo'lgan ikki zamonni taqqoslash, farqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Xo'sh, o'quvchi bu taqqoslov orqali nimalarni bilib oladi? Yigirmanchi asrning 20-yillarida o'zbek millati sovetlarga qaram bo'lgan. O'z yurtida mavjud oliy ta'lim dargohlarida o'qib olmagan. O'qib olganlari esa butkul sovetcha prinsiplar asosida tarbiyalanadi. Qizil bo'g'ichlarga aylanishadi, qizillashadi. O'qishga ishtiyoq bilan emas, qo'rquv, qullik, hadik hislari bilan yo'l oladi. Ammo shunday tahlikali davrda ham 70 nafar mard, 70 otash, 70 millatparvar topilgan. Xalqda cho'lpon, fitrat kabi fidoyi ustozlar mavjud bo'lgan. O'qish uchun, bo'lajak avlodning yuksalishi uchun, millatga toza havo uchun tilanchilik qiladiganlar, rizqining bir uchidan uzib bera oladiganlar chiqqan. Muhtaram o'quvchi, ushbu romanni o'tgan asrning 20-yillarida Germaniyada tahsil olgan va sobiq Sovet ittifoqi tomonidan shafqatsizlarcha qatl etilgan millat yigit qizlarning nurli va yoniq xotirasiga baxshida etaman. Asar ular ruhi hamda ulug' millatim oldidagi qarzdorlik burchi o'laroq dunyoga keldi.